Hello, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sherbekxon do'stlar. Bugungi videomizda ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz do'stlar. Bugun biz videomizda Nurbek ukam bilan 1 million budjetga mashina olib tuning qilamiz do'stlar. Keyin video oxirida kommentariyaga yozib keting sizlar. Tuning tezligi va chiroyligi nomeriga 1 dan 10 ballgacha baholab ketasizlar. Bizda hakamlarimiz bor. Qani go. Hello obunachilar, bugun biz Sherbekam aytgandek 1 millionga tuning qilamiz mashina olib. Hozir biz eng arzon avtosalonga boramiz. Avtosalonga borgandan keyin eng arzon mashinani olib, chiroyli tuning qilamiz. Agar sizlar ham biz bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, ikkinchi serverga kirasizlar. Ikkinchi serverdan keyin biz sizlar kuta olamiz. Yo paxan semiyasiga hadni semasizlar, biz sizni kuta olamiz. O'zbeklar ikkinchi serverda sal ko'proq. Promokod hadamgada 777. Shu promokodni albatta tegishlaringizni so'raymiz. Keyin sizlarga gelik 3 kunga va ozgina pul beradi. Hozir biz avtosalonga boramiz. Avtosalonga borgandan keyin videoni davom ettiramiz. Mana avtosalonga keldik. Eng avtosalonga hozir kiramiz. Mashina tanlaymiz. Mana keldik, hozir kiribmiz. Kirdik avtosalonga. Ana qanaqa mashina bu? Jiguli olmaymiz. Eng qimmat qaysi ekan? Yo'q, pul yetmaydi ekan. Buni ham ololmaymiz, pulimiz uncha yetmaydi. Tuningni ham qolish kerak. Matiz yoqmaydi menga. Yana tanlaymiz qaysi mashina bor ekan? Nexia 2 bor ekan. Nexia 2 ni olamiz. Nexia 2 ni olib tuning qilamiz. Qani Nexia 2 ni hozir oldik mana. Mana Nexia'ni oldik. Keyin endi nima qilamiz? Endi tuning qilishga boramiz. Qani biz Nexia'ni topamiz. Mana Nexia'ni surtdi. Hozir tuning qilishga borgandan keyin chiroyli tuning qilamiz. Ishqilib Sherbek akam Nexia olmagan bo'lsa bo'ldi. Hozir metga qo'yamiz. Mana obunachilar mashinaga o'tirdik. Endi ana tuning qilishga boramiz. Tuning qilishga borgandan keyin gaplashamiz. Tuning qilishga borganimizcha sizlar like bilan komment yozingizlar. Kimni mashinasi chiroyli chiqqanini baholaysizlar oxirida. Obunachilar videoni tuningga borgandan keyin Mana do'stlar, Niski salonga ham yaqinlashib qoldik do'stlar. Yana qanaqa rubrikalar qilaylik yo challengelar qilaylik, albatta kommentariyada yozib qoling sizlar do'stlar. Bu video 10 ta like yig'sa do'stlar, keyingi safar shu katta budjet bilan faqat avtosalondan emas, avtorinikdan narsa sotib, mashina sotib turib, ani tuning qilib sizlarga chiroyliligini ko'rsat va tezlik poygalar qo'shamiz va har xilcha narsalar qilamiz do'stlar. Bekim mochoqlar o'ynaymiz mana shu Rus mobilda. Albatta biz uning uchun qo'llab-quvvatlashlaringiz kerak do'stlar. Men media admin bo'lishim uchun ham albatta prosmotr va like ko'p bo'lishi kerak do'stlar. Mana Niski salonga ham endi kirib, albatta o'zimizga yoqqan puliga stoyt mashinani olib chiqib ketamiz do'stlar. Hozir avtosalonga kirdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, hamma mashinalar mavjud. Honda S2000 1,5 million ekan. Bu qimmat. Bu chiroyli, lekin qimmatlik qiladi do'stlar. Bizda yana bitta taklif, mana shu Mercedes, bu 800 ming so'm. Buni olsak, lekin tuningiga pul qolmashi mumkin. Jeep, BMW, Buxonka olamizmi? Buxonkaning tezligi past. Biz maksimalniy skorsiga ham qaraymiz. 700 ming. Yo'q, bu ham qimmat. Tezligi 230. Bu past tezligi Matiz do'stlar. Matiz olardik, lekin tezligi past. Va Mercedes-Benz'lar. Bular bitta variant bo'lib qolaversin. Niva, bu ham, bularda Priora ham tezligi past va o'zimizning Nexia 2 ham bo'ladi, lekin tezligi past do'stlar. Lada 07 u ham past. Bu ham tezligi past do'stlar. Bu tomonlar tezligi past ekan. Ko'rakchi yana 06 bu. Shunaqa mashinalar olamiz. Video chiroyli, lekin tezligi pastda do'stlar. Bizga tez yuradigan mashina kerak. U tezligi ham hisobga olinadi ballik sistemada. Mana shu mashina ham puliga stoyt 208 yuradi.
Volkswagen Golf. Shunaqa adashmasam. Endi biz o'zimizga yoqqan mashinani topamiz do'stlar. Hozir ko'ramiz ancha-muncha variantlarda. Menga ana shu Mercedes-Benz yoqyapti do'stlar. Mana bu mashina yoqyapti. W140 deganimi yoqyapti menga do'stlar. Bularda albatta tezligiga ham qaraymiz yana bir bor. Va do'stlar W140 olamizmi? Lekin ikkalasini skorsi bir xil ekan. Hamma narsasi faqat tashqi ko'rinish kuzovi boshqacha. Bittasi W124 bo'lsa, bittasi W140 ekan. Biz W124 ni oldik do'stlar. Albatta qanaqa mashin olmaganimiz va qanaqa mashin puliga stoyitligini yo biz adashgan bo'lsak, albatta Mana obunachilar, tuninga keldik. Hozir tunning ichiga kiramiz. Mana tunning ichiga kirdik. Endi tuning qilishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda bu nima endi buni bilmaymiz. Tagidagi suychasi bo'lsa kerak. Ana uni shu rangga qo'ydik. Keyingisida bu esa mashinaning anosi, tezligini o'lchuvchi. Ana shuni ham qo'yamiz. Hammasini qo'yamiz, rangni ko'k qilamiz, sal ko'kroq, qora ko'kda aralashmasa shunday qilamiz. Keyin qo'yamiz buni ham. Qo'ygandan keyin bunaqa sotilmaydi ekan, bu ham bor ekan. Keyin buni qaraymiz, yana nima bor ekan. Shuni kuchaytiramiz, 3 ga qo'yamiz hamma narsasini. 3 ga qo'ygandan keyin motorni ham ko'taramiz. Motorni ko'targandan keyin nima ko'tarsak bo'ladi ekan ko'ramiz. Uni ham qo'ydik. Pul ortib qoldimi? Pul qolmadimi? Yo'q, pul yetmay qoldi. Endi bunaqa nima ekan, bu kerak emas. Buni qaraymiz aloqaga. Rangi tegmaymiz. Tonirovka qo'yamiz. Tonirovkani xuddi shunga o'xshatib qo'yamiz. Mana sal ko'kroq qilamiz. Unchakmas. Qo'ydik. Qo'ygandan keyin endi pul tugadi. Pul tugadimi? Pul 92,000 pulimiz qoldi. Endi chiqamiz. Pul yetmaydi ekan. Do'stlar, sal texnik nosozlik bo'lib, o'yindan crash berib va biz yana balnisaga yugurib kelib, endi balnisaga tuning yaqin bo'lgani uchun balnisadan parkomatidan mashinamizni chiqaramiz va tuningga borib tuning qilamiz. Mana do'stlar, tuningga kirib olamiz. Nurbek Bro'ni ko'rdik. Tuningga kirib olamiz do'stlar. Birinchi va обязательный tonirovkani 100% qilamiz. Qop-qora qilib va rangni qanaqa qilamiz? Hozir faraga qilmaymiz. Albatta nitro qo'yamiz do'stlar. 73,000 pulimiz qoldi. Keyin nima qo'ysak ekan? Faraga pulimiz yetmaydi. Vinil ko'rakchi, qaysi bir vinil to'g'ri keladi ekan do'stlar. Vinillar bu yerda hech qaysi biri to'g'ri kelmasa kerak menimcha. Buni lekin qo'ysak bo'ladi. 43. Zo'r taklif. Yo'q, yana ko'ramiz vinil. Ko'k yarashgan bilan sal tushmay qolgan. Evoni qo'yamizmi? Yo'q, ko'k rang yarashmaydi. Taksi qilamizmi? Mersga. Yo'q, taksi ham qo'ymaymiz. Buni virus. Bu ham lekin zo'r turdi lekin vinili. Buniki yo'q, sal xato. Bu ham bo'lmadi, tushmadi. Ko'raveramiz asta-asta. Endi rang qilsak-chi, qanaqa rang? Yashil. Yo'q, qop-qora ham har doimgi ranglar qora. Do'stlar, biz GBT'ga keldik. Ya'ni nomer sotib oladigan joyga do'stlar. Tez yuramiz do'stlar. Va birinchi bo'lib Undovga boramiz, Uslugi gayiga va bosamiz. Birinchi o'rinda shtraf to'langsizlar do'stlar. Agar shtraf 12 tadan ko'p bo'lib ketsa, pravani olib qo'yadi. Keyin yana qaytadan pravani topshirib olasizlar do'stlar. Biz qaysi nomerdan olamiz? Rossiya, Qozog'iston, Belarus yoki Ukraina nomeri.
Biz Rossiya nomerida olamizmi? Qaysini olamiz? Rossiyani olamiz va bosamiz. Bizga faqat raqami kerak. Raqam chiroyli bo'lsa ham harflar zo'r turibdi. 546, 513, 528, 137ga olamiz do'stlar. Qani go. Bir vaqtda menga mana shu nomerda olamiz. Oldik. Endi tashqari chiqib mashinaga qo'yamiz. Ketyapmiz mana. Kirdik. Mashina oldiga boramiz. So'nlikda ochib nomerda bosib, anani bosamiz. Bosdik. Endi mashinaga taqamiz hozir. Mashinaga mana taqishda ostiga. Mana nomer taqdik. Endi o'tiramiz. Endi mana nomer. Endi Sherbek kanaliga borgandan keyin gaplashamiz. Mana mashina o'tirdi. Endi mana Sherbek akamni oldi keldik. Mana hamma shu yerda. Mana Sherbek akam mashinasi. Zo'rga mashinasi. Endi mashinasi zo'r ekan. Nurbek bro Nexia 2da kelibdi. 032 XXE nomerlarda. Nomer zo'r. Bugun Nurbek yutib ketadimi deymanda. Videoni shu joyda hammalaringizdan uzr so'rab qolamiz. Chunki bu yerda bizning Hakamlar hayotimiz Shahzod Uzbekov degan o'zimizning do'stimiz mashinani ko'rinishiga, nomeriga va tashqi ko'rinishi, dizayni har bitta detaliga o'z 1 dan 10 ballgacha o'z ballini bergan hakam sifatida. Lekin o'yinni ovozimiz eshitilib tursa ham video yozayotgan platformaning mikrofoni o'chib qolgani sababli bizning ovozimiz eshitilmagan, videoni o'zi yozilib qolavergan. Do'stlar, biz shu joydan uzr so'raymiz do'stlar. Bizning hakamlar bergan hisobiga ko'ra mashinamiz detallari 3 hisobda teng bo'lib qolgan va qaysi biri yutishini albatta kommentariyada yozing sizlar do'stlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Sherbek ham bo'ldi. Keyingi videolar qanday challengelar qilaylik, albatta kommentariyada o'z fikringizni yozing.